Hamma pulga o'rgatadigan o'sha yumshoqqina sinabon retseptini bugun sizlarga ikkinchi o'zim ko'rsatib beraman. Bismillah deb ishimizni avvaliga xamirimiz uchun apparat tayyorlashdan boshlab olamiz. Apparatimiz uchun iliq suv, tuz, shakar, quruq sut hamda un solib yaxshilab aralashtirib apparat holatiga keltirib olamiz. Barcha masalliqlardan qanchadan solish kerakligini esa video ostida yozib qoldiraman. Apparatimiz tayyor bo'lguniga qadar men quruq massani tayyorlab oldim. Un, shakar, razrixisel va vanilin solib yaxshilab aralashtirib olib, uni tayyor bo'lgan apparatga qo'shib olamiz va yumshoqqina xamir qorib olamiz. Shu joyda xamirimizni yumshoq bo'lishiga yaxshilab ahamiyat berishimiz kerak, chunki agar xamirimiz qattiq bo'lib qolsa, sinabonimiz ham qattiq chiqib qolishi mumkin. Xamirimiz o'z qaddini ushlab tura oladigan darajada maksimum yumshoq bo'lishi kerak. Qorib olgan xamirimiz ustidan 92% saryog' yoki margarinni xona haroratida eritib olib, xamirimizga yaxshilab uqalab singitib olamiz va oshirishga 1 soatga olib qo'yamiz. Bundan uzoq qolib ketib qolsa, xamirimiz juda ham bo'shashib ketib qolishi mumkin. Tayyor xamirimizni 0,5-0,7 cm qalinlikda yoyib olamiz. Va nachinkasiga xohlagan narsangizdan foydalansangiz bo'ladi. Men varyonni sgushankadan foydalandim. Xamirimizni ehtiyotkorlik bilan yaxshilab o'rab olamiz va ip yordamida kesib, xohlasangiz pechda, xohlasangiz aerogrilda pishirib olsangiz bo'ladi. Men sinabonlarimni doimiy aerogrilda pishirib oldim. Agar doimiy aerogrilda pishiradigan bo'lsangiz, sinabonlaringiz yana ham yumshoq bo'lib pishib chiqadi. Yumshoqqina sinabonlarimiz aerogrilda 30 daqiqa davomida 180 gradusda pishib chiqadi. Agar siz shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta shu sinabonni tayyorlab ko'rishingiz kerak. Buni yumshoqligini qaranglar. Bu sinabonlarga bitta like bosib ketmasanglar bo'lmaydi. Siz ham albatta eng yaxshi ko'rgan insoningizga shu sinabondan tayyorlab bering.